أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Barliq hamd sanolar alemlerinin parverdigarı Allah'a xosdir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, aile azalarga ve o zatga güzel ahlak bilen ergeşken barliq mümin Müslüman qarindoshlarımızga Allah'ın salamı ve bereketi bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, bugün ben sizlerge Zülhicce'nin evvelgi 10 gününün fazileti hakkında to'xtalib o'tmoqchiman. Hammamizga ma'lum, biz oldin mana qarindoshimiz Anvar qorim o'qib o'tganidek haj oylarida turyapmiz. Bu hac ayları nihayetimi ulug', nihayetimi mübarek, faziletlik aylardan. Mana bu içivatkan yig'inimiz ham shuningga to'g'ri kelib qolganligi uchun mana bu Peygamber Aleyhisselam'ın hadiste bashorat bergan hadislarini, so'zlarini sizlar bilan birgalikda mana bu Allohning beyti bo'lgan beyt uylardan birida paylaşishni o'zimga ma'qul ko'rdim. Vahalenki hakikaten aramızda bekmi çoğun ilimlik braderlerimiz, qarindoshlarimiz var. Ama berdiki braderlerimiz hem meni ma'qul ko'rgan ekan, ularning so'zini men ham rad qilishga haddim yo'q. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolamning hadisiga binoan ballighu anni walau aya. Menden bir ayetni anlasanlar hem ana shuni boshqalarga yetkizinglar deganligi uchun qo'limizdan kelgancha mana bu anlagan, o'qigan, bilgan narsalarimizni boshqalarga yetkizishga o'zimizni burchimiz deb ko'rdik. Chunki bu din anlab qo'yadigan va anglagandan keyin uningga parvo qilmaydigan din emas. Balki Alloh taolo bizdan ne bendem hayati dünyada men için nima qilding deb so'raydi. Bizning sadece Müslüman bo'lib qolganligimiz buningga kifoya qilmaskan. Uning bilan birgalikda amal bizningki tarozimizga o'tiradigan narsa amal ekan. Shuning uchun mana bu Payg'ambar alayhisalom bashorat bergan hadislardan faqat va faqat o'zim bilish bilan kifoyalanib qolmasdan birodarlarimni ham vaholanki bilasizlar, amma oldin burun qarindoshlarimiz aytgandek fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Mu'minlarga vaz nasihat qilgin, chunki vaz nasihat qilish insonlarga foydalidir dedi Alloh taolo. Shuning uchun bu burchimiz bo'lganligi uchun qo'limizdan kelgancha mana bu hadisni sizlar bilan paylaşmakçıyım aziz qarindoshlar. Kunlarning ham ulug'lari bor, oylarning ham ba'zisini Alloh taolo ba'zisidan ortiq qildi, kunlarning ham ba'zisini ba'zisidan afzal qildi. Xuddi juma kunini boshqa kunlardan afzal qilganidek, Ramazon oyini boshqa oylardan afzal qildi Alloh taolo. Ana shu hajga bormagan qarindoshlarimiz uchun Peygamber Aleyhisselam'ın yol yoruqu nimadan ibaret? El-Cum'a seyyidul ayyam ve haccul mesakin dedi. Cum'a küllerinin en seyyididir, en uluğudur ve miskinlerinin haccidir dedi. Men kembegal, miskinmen, hacgi berishga qurbim yetmeydi. Nima qilish kerak? Cum'a namazını özünün erkanları bilen nihayeti güzel Peygamber Aleyhisselam sifatlaganidek ada qiladigan bo'lsak, bu miskinlarning hajji aziz qarindoshlar.
Xuddi oylarning ichida Alloh taolo Ramazon oyini muborak qilib, sizni bizlarga uning ro'zasini farz qildi. Bu oyda qilingan taat ibodat boshqa oylarda qilingan taat ibodatdan necha yuz hassalab ortiq. Buning sabablarini, buningki nimalarini necha qitim biz darslarimizda va boshqa so'rinlarda ko'p anglaganmiz. Shuning uchun aziz qarindoshlar, mana bu Zulhijja oyiningki 10 kuni mana Xudo xolisa yakshanba kundan boshlanadi aziz qarindoshlar. Ta seshanba kuni ana shu Qurban namozini o'qiganimizcha davom qiladi. Yakshanbadan boshlab seshanba agar hayit bo'ladigan bo'lsa, ana shu kungacha Zulhijja oyining 10 kunligiga daxil bo'lgan bo'lamiz aziz qarindoshlar. Bu haqda Payg'ambar alayhisalom mana bu kunlarning fazilatini bayon qilib jumladan mundaq dedi. Qala an-nabi sallallohu alayhi va sallam: "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbun ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam." Yani al-ashara. Qalu ya Rasulullah, "Wala al-jihad fi sabilillah?" Qala: "Wala al-jihad fi sabilillah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min zalik bi shay'in" dedi. Yani bu hadiste Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şundak dedi. Mana bu Zulhijja ayının 10 günüde kılıngan salih ameller, yaxshi ameller Allah için bekmi suyumliktir ve bu günde kılıngan taat ibadetke hiç kandak başka günlerde kılıngan taat ibadet tenkenmeydi dedi. Allah Teala mana bundak imkaniyetlerini ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetine nasip kıldı aziz qarindoshlar. Aldınqa qanchilgan ümmetlerge bir savab ish qilgan bo'lsa, bir mukofot bergan bo'lsa, Peygamber aleyhisselam'ning ümmetiga 10 hassidan tortib 700 hassigacha ve uningdan ko'p savoblarni ato qildi. Shuning uchun ham payg'ambarlarning ba'zisi Rabbim kaşki meni ahir zaman peygamberinin ümmeti qilgan bo'lsang kaşkiydi deb arzu ümit qilgan. Allah'a hamdü sanalar bo'lsin ki biz ana shu peygamberning ümmetlerimiz. Buningdan faxrlanishimiz ve mana bu mas'uliyatni faxr bilan to'shishimiz lozim edi. Ming afsuslar bo'lsin ki biz bu ishlarni Peygamber aleyhisselam'ning sahabilari toshib borgandek sahabileri ve yelkileri de doluları da kötagandek ko'tarolmadimiz. Shuning uchun mana bu kunlarda xor va zar qilib, zar holatda bo'lib yashayotimiz. Vaholanki Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va antum a'launa in kuntum mu'minin" dedi. Agar sizlar haqiqiy mu'min musulmon bo'ladigan bo'lsanglar, sizlar har doim g'alaba qilasizlar, ustun kelasizlar dedi. Mana bu müminlik sıfatını özümüzde toşuyamaganligimiz için, özümüzde kötürüp yürülmegenlikimiz için, mana bu küllikte, mana bu küllerde hiç kimge, hiç kandak bir menfaatimiz yetmeydigan, vahalenki gerek bolsa özümüzge hem menfaatimiz yetmeydigan halette yaşayotimiz öz qarindoshlar. Mana bu kundagi amallarni Peygamber aleyhisselam Allah'a en suyumli kunlar mana bu Zulhijja ayının 10 kunligida qilingan taat ibodatdir. Degandan keyin sahabeler aytdikanki, "Ya Rasulullah, Allah yo'lida qilingan jihatdan ham afzalmi?" dedi. Shunda Peygamber aleyhisselam aytdikanki, "Allah yo'lida qilingan jihatdan ham afzal mana bu kunda qilingan taat ibodatlar" dedi. Magar ham dedi, bir kishi o'zining joni bilan şunun bilen birgelikte bütün mal mülkini ana şu cihatga sarf kılıp, ana şu cihatga çıkıp, şehit bolup, hiçbir nersi bilen qaytmagan bolsa, ana şu kişinin kılgan ameli afzal boluşu mümkün. Aks halda bu kunda kılıngan taat ibadetki yetadigan taat ibadeti yok dedi. İnşallah Allah nasip kılsa ecelge aman verse yakshanba kundan başlap mana şu Zulhijja ayının birinchi kunini yashashga boshlaymiz. Shuning uchun aziz qarindoshlar, mana bu kunlarda ko'plab taat ibodat qilishimiz lozim va Allohga maqbul bandalardan bo'lishimiz lozim. Qancha yillarda qilinmagan taat ibodatlarimizni agar mana shu kunlarda xolis iymon bilan,
xolis Alloh taologa chin yuragimiz bilan samimiy holda qiladigan bo'lsak, biz qancha yillik taat ibodatning savobini mana shu 10 kunda elishga muvaffaq bo'la olamiz aziz qarindoshlar. Musulmonlar mana bu 10 kunda bir necha ishlar sababli fazilatlidir. Yani bu 10 kunning fazilatlik bo'lishi nima sababdan? Nima uchun bu Zulhijja oyining 1-kunidan 10-kunigacha qilingan taat ibodatning bu kadar yüksek, bu kadar oliy darajaga yetishdiki sabablari nimadan iborat? Deydigan bo'lsa, buningga bir nechta sabablar nihoyatda ko'p, ammo ulardan vaqtimiz cheklangan, shuning uchun bir nechtasini huzuringizda bayon qilmoqchiman. Bu Zulhijja oyiningki 10 kunligining ana shundoq ulug' bo'lishdagi sabablaridan biri Alloh taolo Qur'oni Karimda Bismillahirrohmanirrohim val fajr va layalin ashr dedi. Tong sahar bilan qasam dedi Alloh taolo. Alloh taoladan büyük mahlukat yok. Allah kim bilan qasam qilsin? Alloh taolo o'zining yaratgan mahluqatlari bilan qasam qiladi. Nima uchun qasam qiladi? Qasamning sababi shundan iboratki, undan keyin keladigan xabarning nihoyatda muhim ekanligidan xabar berish uchun Alloh taolo qasam qiladi. Ammo biz nam turibdi, choy turibdi, taritim turibdi, dasturxon turibdi, ustida turibdi deb qasam qilsak, mana bu qasamlarning hech qaysi o'tmaydi. Biz bana bu mahluqatlar bilan qasam qila olmaymiz aziz qarindoshlar. Biz faqat olamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh taolaning nomi bilan qasam qila olamiz. Agar qasam qilish zarurat bo'lganda, ammo Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zining xohlagan mahluqatlari bilan, oy bilan, quyosh bilan va boshqa narsalar bilan qasam qildi. Bakmi jiq uchratishimiz mumkin. Qasamning sababi shundan iboratki, undan keyin keladigan xabar nihoyatda muhim, bunga diqqat qilib, quloq silib anglang degan bo'ladi. Tong sahar bilan qasam qildi. Chunki tong saharda insonlarning qalbi nihoyatda sof, pok-pokiz, hech narsani ko'rmagan bo'ladi. İnsanlarning qalbi nihoyatda pok-pokiz, endi uyqudan turgan vaqti bo'lganligi uchun mana bu tong sahar bilan qasam qildi Alloh taolo. Uningdan keyin aytdikki, valayalin ashrin. Zulhijjaning mana bu 10 kuni bilan qasam dedi Alloh taolo. Nima uchun? Chunki bu kunda qilingan taat ibodatningki nihoyatda oliy, nihoyatda yuksak, nihoyatda yuqori martabaga ega ekanligidan xabar berish uchun aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu yakshanba kundan boshlab biz mana bu 10 kunlikka kirib turyapmiz. Bu kunlarda g'iybat shikoyatlardan, başka günah ma'siyatlardan uzoq turib, ish harakatimizda, so'zimizda, yurish turishimizda, hamma narsamizda mana shu narsalardan uzoq turmog'imiz lozim aziz qarindoshlar. Ikkinchisi, Payg'ambar alayhisalom mana bu kunlarni dunyodagi eng afzal kun, dunyo kunlarining ichida eng yaxshi kun deb bayon qildi. Jumladan hadisida mundaq deydi: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam afdalu ayyamud dunya ayyamul ashr dedi. Mana bu Zulhijjaning 10 kuni dunyo kunlarining eng afzal kunidir dedi. Buningga yetadigan hayoti dunyoda mana bu 10 kunga yetadigan kun yo'q dedi. Shuning uchun bu kunlarni g'animat bilmoqimiz lozim aziz qarindoshlar. Yana Payg'ambar alayhisalom hadislaridan birida aytdi ekanki, "Ma min ayyamin a'zam indalloh va la ahabbu ilallohi al-amal fihinna min ayyamil ashr" dedi. Allohning nazarida mana bu 10 kunga yetadigan kun yo'q dedi. Va Allohga mana bu 10 kunda qilingan taat ibodatdan mahbubroq, suyumlikroq taat ibodat yo'q dedi. Boshqa kunda qanday qilishingizdan qat'iy nazar mana bu kunlarda qilgan taat ibodatga yetmaydi dedi. Alloh taolo bu kunlarda qilingan taat ibodatning martabasini, o'rnini boshqacha qo'yadi ekan. Shuning uchun bu hadisning oxirida faksiru fihinna minat tasbih va tahmid va tahlil va takbir dedi. Mana bu kunlar kirganda, Zulhijja oyining
mana bu 10 kuni kirganda bu kunlarda tasbihni ko'plab aytinglar dedi. Subhanalloh degan so'zni. Yana subhanalloh deyish bilan biz Alloh taolani ey Robbim sen barliq ayib nuqson kamchiliklardan pakdursan degan bo'ladi. Allohni ulug'layotimiz. Allohga hech qanday ayib nuqson qo'ymayotimiz. Haqiqatan ham Alloh taolo barliq ayib nuqson kamchiliklardan pakdir aziz qarindoshlar. Va tahmid Allohga hamd sanolarni ko'p aytinglar dedi. Alhamdulillah degan so'zni. Allohni alqishlaydigan, Allohni madhiyalaydigan mana bu so'zlarni mana bu 10 kunlikda nihoyatimi ko'p aytinglar dedi. Va tahlil la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan mana bu tahlil kalimasini mana bu kunlarda ko'p aytinglar dedi. Chunki buning savobiga yetadigan savob yo'q aziz qarindoshlar. Va takbir, Allohu akbar. Allah hamma narsadan buyukdir. Amerikadan ham buyukdir. Xitoydan ham buyukdir. Rossiyadan ham buyukdir. Barliq narsalardan buyukdir. Allahu akbar. Allah barliq narsalardan buyukdir. Hunayn urushida sahabalarning sahani nihoyatimi jiq edi, mushriklarning soni oz edi. O kunda nima bo'ldi? Sahabalar o'ziga g'ururlanib ketdi. Bugun biz albatta yengib o'tamiz. Chunki bizning sonimiz juda ham nihoyatimi ko'payib ketdi. Va yawma hunaynin iz a'jabatkum kasratukum dedi Alloh taolo. Hunayn kunida sizlarning soninglar ko'payib ketdi. Ko'payib ketganligi uchun urushni sizlar songa bog'lab qo'ydinglar. Allohni unutib qo'ydinglar. Vaholanki Badr urushida mu'minlarning soni oz edi, kofirlarning soni ko'p edi. Ammo u yoqda ya Rasululloh dedi. Musa alayhisalom qavmiga izhab anta va robbuka faqatila. Ey Musa sen Robbing bilan berib shu kofirlar bilan urushib kelgin. Deganda ya Rasululloh biz sana unoq demaymiz. Ya ölüm ya ko'rim nima bo'lsa mana shu naq maydonda ko'ramiz ya Rasululloh. Nima degan gap bu? Biz qo'rqmaymiz ulardan, biz tavakkal qilib chiqdik. Urush uchun chiqmagan edi sahabalar. Ammo shuningga to'g'ri kelib qoldi, sinaldi. Haqiqiy iymon bilan, butun vujud bilan jang qildi. Jangdan oldin payg'ambar alayhisalom aytganki, ey Robbim, agar insonlar mana shunda bu qitimqi urushda insonlar mag'lub bo'lib, mana bu nim bo'lib ketadigan bo'lsa, biz mag'lub bo'lib qoladigan bo'lsak, buningdan keyin sening nomingni zikr qiladigan inson qolmaydi yer yuzida dedi. Chunki mu'min musulmonlarning soni faqat shuningdan iborat edi. Bir qism iymoni ojiz insonlar Makka, Madinada qolgan edi. Ba'zi bu narsalarni bahona ko'rsatib u yerga haqiqiy iymoni shuni ko'rgandan keyin ham ba'zi bir insonlar iymoni ojiz insonlar maydonni tark qilib ketdi. Biz urush uchun chiqmaganmiz, g'animat bodidan shunga chiqdik, endi bu ish buningga aylanib ketdi. Mana shunday aziz qarindoshlar. Ularning iymoni ashundoq darajaga yetganligi uchun Alloh taolo ularga farishtalarni nozil qildi. Alloh taolo yordam berdi. Qandoq bir urushda Alloh bor ekan, u urushda mag'lub bo'lish mumkinmi? Qaysi bir tarafda, qaysi bir mu'minlarning safida Alloh bo'ladi ekan, Allohni yengish mumkinmi? Asla mumkin emas aziz qarindoshlar. Shuning uchun bizning dushmanimiz qancha cho'ng bo'lishidan qat'iy nazar, agar biz ana shu haqiqiy iymon g'oyasiga, nuqtasiga yetadi ekanmiz, bizga bu dunyoda teng keladigan inson yo'q aziz qarindoshlar. Yana bu kunlarning Zulhijja oyining mana shunday ulug' bo'lishlarining sabablaridan biri bu kunda Arafa kuni bor. Arafa hammamiz bilamiz, ana shu mahshargohga aylanib qoladi. Arafa kunida bütün mu'min musulmonlar bir yerga jam bo'ladi. Hayoti dunyoda qilgan gunohlarga tavba istig'for aytib,
Alloh taolaga yolvoradi. Ana shu mahshargohni ko'rgan Alloh taolo farishtalarga maqtanib, "Ey farishtalarim, qara mening bandalarimni" dedi. U yerda boy yo'q, kambag'al yo'q, ministr yo'q, boshbaqqon, prezident, kim bo'lishidan qat'iy nazar hammasi bir xil kiyimda. Mana bu kiyimda bo'lganligi uchun ularning orasidagi boy kambag'allik, mansab, parovat, bu narsalar ayrim qilib bo'lmaydi mana shundan. Mana shu mahshargohda ko'rganda, mana shu Arafani ko'rganda Alloh taolo farishtalarga "Ey farishtalarim, qara mening bandalarimni" dedi. Ularning hammasi Allohga yalvarib atgan bir paytning o'zida farishtalarga "Men bularning gunohini afv qildim" dedi Alloh taolo. Ana shu gunohlar insonlarning qanchiligan son-sanoqsiz insonlarning gunohlari afv qilinib, ana shu jannatga so'qiladigan, kirgiziladigan kun ham ana shu Arafa kunlaridan biri. Bu Arafa kuni bo'lsa, mana shu Zulhijja oyining, ana shu Alloh taolo qasam ichgan avvalgi 10 kunligining ichidagi amallardan biridir aziz qarindoshlar. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, mana bu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam savmu yawm Arafa yukaffiru sanatayn madiya va mustaqbila dedi. Mana bu Arafa kunida tutilgan roza 2 yillik gunohga kaffaradir. O'tgan 1 yillik, kelajak 1 yillik gunoh, 2 yillik gunohga kaffaradir deydi aziz qarindoshlar. Amma bu hajga barmagan insonlar uchun. Haj faoliyatini qilayotgan insonlar, Arafat tog'ida jam bo'lgan insonlar bu Arafa kuni roza tutmaydi. Hajga barmagan insonlar afsus, nadomat, biz ham borolmadik. Alloh ham bizni ham yetkizgin deb naumid bo'lmasin deb payg'ambar alayhisalom mana shunday go'zal so'zlari bilan sizu bizlarni hidoyat yo'llariga boshladi. Ana shu Arafa kunida tutilgan roza 2 yillik gunohga kaffaradir. Bu nima degan go'zal? Bu nima degan chiroyli so'zlar? O'tgan yillik va keladigan yillik gunohlarga kaffaradir. Alloh taolo hammamizni mana shunday kunlarda roza tutib Allohning muqarrab bandalaridan bo'lishiga Alloh hammamizni nasib qilsin aziz qarindoshlar. Shuning bilan birgalikda mana bu kunlarda musulmon kishi qilishi kerak bo'lgan va g'ayrat, shujoat ko'rsatishi kerak bo'lgan ba'zi bir amallarni ham zikr qilib qo'yaman. Ozgina vaqtimni olaman qarindoshlar. Ya'ni birinchisi, mana bu kunlarni ro'zador holatda o'tkazishimiz nihoyatda muvofiqdir aziz qarindoshlar. Chunki payg'ambar alayhisolamdan so'radi, "Ya Rasululloh, siz nima uchun payshanba va juma kun, dushanba va payshanba kunlar roza tutasiz?" Deganda payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, "Men dushanba kuni mana bu dunyoga keldim. Dushanba kuni menga payg'ambarlik vazifasi yuklandi. Dushanba kuni mening nomai amalim olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taolaning huzuriga o'rlaydi. Mening nomi amalimni ro'zador holatda bo'lishini xohlayman" dedi. Kunlarning shuning uchun aytdik, kunlarning ba'zisi ba'zisidan afzaldir, oylarning ba'zisi ba'zisidan afzaldir. Buni Alloh taolo sizni bizlarga rahim shafqat qilib mana shunday imkoniyatlarni berdi. Shuning uchun biz mana bunday imkoniyatlardan, mana bunday fursatlarni g'animat bilishimiz lozim aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom mana bu kunlarda solih amal qilishga buyurdi. Mana bu Zulhijjaning 1-kunidan tortib 10-kunigacha mana buni qo'ldan bermay solih amallarni qilinglar dedi. Roza bo'lsa amallarningki hammamiz yaxshi bilamiz, eng yaxshisidir. Chunki Alloh taolo bu amalni o'zi uchun xos qildi rozani. Boshqa amallarning hammasini Alloh taolo ana shu kiroman katibina ya'lamuna ma taf'alun degan farishtalarga taqsimlab berdi. Mana bandam qaysi bandam mandaq savob ish qilsa, sen buning mukofotini manchilik darajada berasan, gunoh ish qilsa manchilik darajada berasan deb.
Ammo mana bu ro'zininki mukofotini Alloh taolo o'zi uchun olib qoldi aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom hadisida aytdi ekanki, hadis quduslaridan birida odam bolasining barcha qilgan amali o'zi uchundir deydi. Amma as-sawmu li wa ana ajzi bihi dedi. Alloh taolo aytdi ekanki, ro'za men uchun va uning mukofotini men beraman dedi. Ya'ni farishtalar ba'zi bir narsalarda mukofotni qanchalik yozishni bilmaganda Alloh taoladan so'raydi ekan, Alloh taolo Allah sen bizga bergan huquqninki nimasida mandaq bir go'zal amalni qildi, buning savobini berishni hech bilmadi. Deganda bir chiroyli bir duo bor edi, hozir unutib qoldim, balkim boshqa qarindoshlarimiz bilishi mumkin. Ash bandam nima degan bo'lsa shu holati bo'yicha yezib qo'y deydi ekan Alloh taolo. Chunki bu amalninki savobini farishtalar berishga, chunki u tizimlikda yo'q. Farishtalarning xayolidan ham nihoyat yuqori bo'lgan bir amalni qiladi ekan bu banda. Allah sen degan tizimlikning ichida bu narsa yo'q. Biz buning savobini berishda biz gangirab qoldik. Nima qilaylik degan. Banda nima degan bo'lsa shuni yozg'in deb qo'ying. Uning mukofotini men o'zim beraman. Shuning uchun mana bu ro'zining mukofotini olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taolo o'zi beradi ekan aziz qarindoshlar. Alloh taolo bizkindan so'ramdi, "Ma bandan manchilik ish qilib ketdi, buningga qanchalik savob beray?" Asla. Alloh taolo hasilab sanoqsiz beradi. Alloh taolaning oldiga kelib, "Stop, bo'ldi, to'xta." Yo'q, bundaqa deydigan inson. "Voy, ko'p beryapting, bo'ldi qil." Yo'q bundaqa ish. Xohlagancha sanoqsiz ajrlar beradi ekan Alloh taolo. Shuning uchun mana bu ulug' kun bo'lganligi uchun bu kunni biz ro'zador holatda o'tkazsak, Allohning muqarrab bandalaridan bo'ladi ekanmiz. Shuning uchun imkon bor, bu fursat g'animat, bu kunlarni 10 kunni ro'zador holatda o'tkazsak, o'zimiz uchun nihoyatda a'lo, nihoyatda afzal. Chunki bu bizning qiyomat kunidagi tarozimizning ig'ir kelishiga sabab bo'ladi aziz qarindoshlar. Yana biri mana bu kunlarda oldin ham aytib o'tdik, takbirlarni, tahlil, tahmid, tasbihlarni ko'p aytishimiz kerak ekan. Chunki bu orqali banda Allohga yaqin bo'ladi ekanmiz. Allohningki buyukligini izhor qilgan bo'ladi ekanmiz, namoyon qilgan bo'ladi ekanmiz. Chunki sahobalar mana bu Zulhijja oyining 1-kunidan 10-kunigacha bo'lganda sahobalar bozorlarga Abu Hurayra radhiyallohu anhu, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhular bozorlarga boradi ekan. Mana buni narsani eslatish uchun mana bu bozorlarga borib, masjidlarda, uylarda, bozorlarga borib Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar degan mana bu tahlillarni, tasbihlarni yuqori ovoz bilan aytadi ekan. Taki bu orqali boshqalar ham unutib qolganlar bo'lsa eslasin, mana bu kunning fazilatidan bahramand bo'lsin deb. Vaholanki hozirgi hayotimizda mana bu tashlanib qolgan ishlardan biri, mana buni albatta biz hozir anglagan narsalarimizni uydagi qarindoshlarimizga, do'styor birodarlariga, ahli ayolimizga, yaqinlarimiz bilan buni albatta paylaşishimiz kerak. Birodar, yakshanba kunidan boshlab Zulhijja oyining ana shu ulug' kunlari kelibdi. Biz Alloh taolo bayon qilgan muborak oylarda ekanmiz. Shuning uchun imkon bo'lsa birodarim, mana shu 10 kunlikda taat ibodatni ko'proq qilaylik. Po'lat alimdardan gaplashmaylik, boshqa narsalardan gaplashmaylik, balki oxiratligimizga foyda bo'ladigan solih amallardan gaplashaylik deb bir-birimizni eslatsak, u ana shu ishni sizning so'zingiz orqali ana shu savobni qilgan bo'lsa, ana shuningga qanchalik savob bergan bo'lsa, hech qanchalik kamaytirmasdan u savob sizga yana yuklanadi aziz qarindoshim. O'zingizninkini ham olasiz, ana boshqa birodarga xabarini yetkazib qo'ydingiz, tabliq qildingiz, u birodar ham ana shu amalni qildi. Shu orqali uningga qanchalik savob bergan bo'lsa, yana u savobni sizga, siz yetkazganligingiz uchun, siz xabardor qilganligingiz uchun Alloh taolo sizga beradi ekan. Qiyomatda Allah, men bunchalar savob ishni qilmagan edim, bu savoblar nereden keldi deganda, sen ham qilgan eding, boshqalarga ham yetkazgan eding, ana shu sadaqa joriy bo'lib sizni bizlarga yuklanadigan aziz qarindoshlar.
Buni faqat agar o'zimizlam anglab, o'zimizlam qilib ketadigan bo'lsak, oldingi ummatlar nima uchun halok qilindi? Yaxshi ishni sadece faqat va faqat o'zi qildi, boshqalarga yetkazmadi. Shuning uchun azob farishtasi kelganda Alloh taolo aytdi ekanki, "O shu olimdan boshlab bu azobni" dedi. Ey Allah, o sana taat ibadet qilayotgan yekkay yagona bandan-ku. Boshqa hammasi gunohlarga patib ketgan tursa-yu, mana bu bandan kecha kunduz sana taat ibadet qilayotdi deganda, o amr ma'ruf nahi munkarni qilmadi, o'zi uchun qildi, boshqalarga yetkazmaganligi uchun shu nuqtadan boshlash, olimdan boshladi ekan. Shuning uchun bizning ishimiz nihoyatim og'ir aziz qarindoshlar. Shuning uchun qiyomatda ham birinchi bo'lib mahshargohga ilib keladigan insonlarning birinchisi olim. O'qidi, uni boshqalarga yetkazmadi. Ana shu qiyomatda shu insonlar boshlanadi. Hammamiz olim bo'lishimiz shart emas. Bir qism insonlar olim bo'lsa bo'ldi masalan. Siz payg'ambar alayhisolamdan eshitdingiz, angladingiz, o'ng qo'l bilan tamoq yegin deganni. Bir birodaringiz sol qo'li bilan yeyotgan bo'lsa, ey birodar, payg'ambar alayhisolam qaytirgan edi, o'ng qo'ling bilan yegin desangiz, nur ustiga ala nur, siz savob oldingiz. Mayli u o'ng qo'li bilan yesin va yoki yemasin. Ko'rib turib ana shu narsani biz askartmasak, ta'kidlamasak bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Bu üçüncüsü hac ve umre mana shu kunlarda ado qilinadigan eng ulug' ibodatlardan biri aziz qarindoshlar. Chunki payg'ambar alayhisolam hadislardan birida aytdi ekanki, qabul qilingan hajning savobi jannatdan boshqa narsa emas dedi. Alloh nasib qilgan bir qancha birodarlarimiz hozir ana shu Ka'batullahda, Madina-i Munawvarada taat ibodatlarini qilyotdi va sizu bizning ve bütün ümmeti İslamiye'nin g'imi uchun, ümmeti İslamiye'nin hidayeti uchun dualarını kılıvatıdı. Sizi bizler için istiğfar eytivatıdı. Mana shundaq ulug' taat ibadet hem Zulhijja ayının mana shu bir kunidan 10 kuni ichida bo'ladi aziz qarindoshlar. To'rtinchisi, bu kunlarda hajga borolmagan inson mana bu fazilatli kunlarni qanday qilish kerak? Ha biz borolmadik ana shunda, bag'allar ana shunda cho'ng mukofotlarga erishdi ekan, biz borolmadik, undaqda biz nima qilamiz? Undaqda biz Alloh nasib qilganidek qo'limizdan kelgancha namoz o'qiymiz, Qur'on o'qiymiz, Allohni zikr qilamiz, duo qilamiz, sadaqa beramiz. Sadaqa berishga qurbimiz yetmasa, tabassumuka fi akhika sadaqatun. Bir birodaringga chiroyli tabassum qilgan holatda tabassum qilishing sadaqadir aziz qarindoshlar. Illaki pul mol bo'lishi shart emas. Pul mol bo'lsa yaxshi, bo'lmasa nima qilaylik? Bu Allohning hikmati, xohlagan bandasiga beradi, xohlagan bandasiga bermaydi. Xohlagan bandasini berib sunaydi, xohlagan bandasidan kambag'al qilib sunaydi. Sahobalarning oldiga payg'ambar alayhisolamning huzuriga sahobalar keldi, ya Rasululloh, mana shu boy sahobalar o'zlarining pullarini, sadaqa ihsonlarini Alloh yo'lida sarf qilyotdi. Ular nihoyatda cho'ng savobga ega bo'lib ketdi, ammo bizda sadaqa qilaylik desak hech narsa yo'q. Ular oxiratning ishi uchun musobaqa qilardi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi insonlar dunyoligimiz uchun musobaqa qilyapmiz. Shunda payg'ambar alayhisolam aytdi ekanki, sizlar har bir namozdan keyin subhanallohni 33, alhamdulillahni 33, Allohu akbarni 33 aytinglar, ana shularning maqomiga yetsalar dedi. Shuning bilan kambag'al sahobalar mana bu tasbih, tahlil, tahmidlarni har namozdan keyin aytishga boshladi. Boy sahobalarning quliqi gasmi? Gas emas. Ular ham nima qilsin? Voy, nada o'rganding? Kim dedi bu so'zni? Payg'ambar alayhisalom. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deyishga boshladi. Shunda yana sahobalar, ya Rasululloh, ish chataq, ish bo'lmadi. Ana shu boy sahobalar ham mana shu tasbih, tahlil, tahmidlarni biz bilan aytishga boshladi. Endi chataq yana baravar bo'lib qoldik. Bizga boshqa bir yo'l ko'rsating. Zalika fadlullohi yu'tihi man yasha.
Bu baylık Allah Teala'nın fazli keremidir. Allah fazli keremini xohlagan bandasiga beradi. Ba'zi bandasini baylık bilan sinaydi, ba'zi bandasini kambag'allik bilan sinaydi. Yana bir narsa, bay qarindoshlarimiz ana shu jannatga kambag'al qarindoshlarimizdan 500 yil keyin jannatga kiradi ekan. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu qanchalik boy edi. Bütün baylıqını Mekke'ye tashlab, Mekke müşrikleriga tashlab ketdi. Meni aman qo'yamsa, bayliqimni bersan, oladiganing shumi? Ala, mayliqim falan yerda ashak berib elib ol. Men yo'limga ketdim emasdi. Madinaga borgandan keyin bismillah deb ishni boshladi. Sahabeler, Peygamber Aleyhisselam qaysidir sahabeler bilan qarindosh qilib qo'ygan edi. Xolisan mal mulkimni yerimi sening, xolisan men xotinlarimdan xohlaganingni sana beraydi. Yo'q birodar, yo'q qarindishim dedim. Menga bozorni ko'rsat, yetar dedim. Bozorni ko'rsatib qo'ydi, tijorat qilishga boshladi. Chunki Alloh taolo mana bu sahabiga boylikni berib charchimida, hamida Abdurrahman ibn Avf sadaqa qilib hamida aziz qarindoshlar. Yana mana shu sahabininki hisob kitobi nima bo'ladi? Oxiratda jannatga o'milgan holatda kiradi ekan aziz qarindoshlar. Chunki bu boylikninki hisob kitobini berishning shu qadar qiyinligidan dalolat aziz qarindoshlar. Chunki buning haloliga hisob, haramdan topgan boylikqa azobdir. Halolining hisbini biz ekimiz, hisob kitobini beramiz aziz qarindoshlar. Nadan qandoq topganligimiz, rost gap qilib, yolg'on gap qilib, haram boy, haram mal dunyoninki nimasi so'rg'i qilishning hech hojati yo'q. U haram, nejis. Mana bu kunlarda solih amallarning biri yana qurbonlik qilish ham mana shu 10 kunning ichidagi amallardan biri. Chunki bu qurbonlik qilish orqali insonlar Alloh taolaning muqarrab bandalaridan hisoblanadi. Qurbonlik nihoyatda cho'ng ibodatlardan biri. Allah aziz qarindoshlar, Allah hammamizni mana shunda qurbonlik qiladigan solih bandalarning qatoridan qilsin. Oxirida bir nuqta xolis tavba qilish. Voy, biz shuncha toat ibodatlarni qildik. Mana bu Zulhijjaninki 10 kunida shu qadar toat ibodatlarni qildikki, yana oxirida tavba qilamizmi? Ha, tavba qilamiz. Tavba qilmasdan boshqa yo'l yo'q. Tavba qilmasdan boshqa yo'l yo'q. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nima dedi? Vallahi dedi, inni la astaghfiru ve atubu ileyhi fil yevmi aksar min 70 marrah dedi. Allah bilan qasamki dedi Peygamber aleyhisselam. Men Allah'ның mağfiretini tilayman, Allah'a istiğfar aytaman ve onunğa tövbe qilaman, kunda 70 qitimdan ko'proq tövbe qilaman dedi. Nima uchun? Vaholanki Peygamber aleyhisselamning oldingi va keyingi gunohlari afu qilingan edi. Gunohlardan mahsum edi. Mana shuni sizni bizlarga o'rgatish uchun aytdi Peygamber aleyhisselam. Ve başka bir hadiste kuniga 100 qitimdan ko'p tavba qilaman dedi Peygamber aleyhisselam. Bizning solih amallarni qilib qo'yishimizning o'zi yetmaydi. Tavbani har kuni, har doim tavbadan g'aflatda qolsak bo'lmaydi. Mabodo bir gunohni qilib qo'ydik, tavba qilishdan burun agar biz hayoti dunyodan ko'z yumib o'tib ketadigan bo'lsak, günahkar holatda ketib qolishimiz mumkin. Har bir lahza g'animatdir aziz qarindoshlar. Kunlarning birida Peygamber aleyhisselamning huzuriga Juhayna qabilasidan bir ayol keldi. Ya Rasululloh dedi. Kelgan chaqida o ayol homilador edi, qo'sqida bolasi bor edi. Ya Rasululloh dedi, men mushundaq zina qilib qo'ydim dedi. Menga shariatning hukmini yurgizing dedi. Mana buni anglagandan keyin Peygamber aleyhisselam o ayolning valilarini, oilasini chaqirdi. Va aytdiki, mana bu ayolga chiroyli muomala qilinglar dedi, oilasiga topshirdi.
ve mana bu balasını tuqqandan keyin mening huzurimga elib kelinglar dedim. Payg'ambar alayhissalomning zamonasida ana shu zinoni qilib qo'ydi. Ammo mana shu qilgan gunohi uchun shariatda belgilangan hukmni olish uchun payg'ambar alayhissalomning huzuriga keldi. Payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelmagan bo'lsa hech kim bilmaydi ekan. Gunohdan saqlanib tavba qilsa balki Alloh taolo afv qilib o'tishi ham mumkin edi. Ammo bu ayol buningga ko'ngli unimadi. Payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib zina qilganligini va qo'sqida homilador ekanligini aytdi. Shunda payg'ambar alayhissalom bu ayolning oilasini chaqirib, mana buningga chiroyli vaz nasihat qilinglar dedi. Chiroyli qaranglar, chiroyli muomala qilinglar. Xafa qilib qo'ymanglar degan ma'noda. Chunki hay sen zina qilsan, unda qilsan, u bu deyishning hojati yo'q. Chunki bu zinadan keyin o'zininki shariatda belgilagan jazosini olmoqchi edi. Jazosini olgandan keyin u ayolningki bu jazodan keyin omon qolishi mumkin bo'lmaydigan ishlarning birisi. Ko'p hollarda omon qolmaydi. Shunga oilasiga aytdi ekanki, bu tuqqandan keyin mening huzurimga elib kelinglar dedi. Ana shu balani tuqqandan keyin payg'ambar alayhissalomning huzuriga elib keldi. Ya Rasululloh, mana bu tug'di sizning huzuringizga olib keldik dedi. Shunda payg'ambar alayhissalom u ayolga aytdi ekanki, sen kiyimingga o'ralib, cho'nkilib yot, mahkam turg'in dedi. Shuning bilan bu ayol ana shunday o'zining kiyimiga o'ralib yotgandan keyin, o'ralib o'tirgandan keyin chalma kesak qilishga boshladi. Axir oqibatda bu ayol ana shu maydonda olamdan o'tdi. Olamdan o'tgandan keyin payg'ambar alayhissalom mana bu ayolning janozasini tushirdi. Janozasini o'qigandan keyin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, ya Rasululloh, bir zina qilgan ayolning janozasini sen qandoqmi tushirasan ya Rasululloh deb e'tiroz bildirdi. Shunda payg'ambar alayhissalom aytdi ekanki, ey Umar, bu ayol qilgan gunohiga shundoq qattiq, shundoq samimiy tavba qildiki dedi. Bu ayolning qilgan tavbasini Madina ahlidan 70 kishiga taqsim qilgan taqdirda ish qiladi dedi. Tavba mandaq bo'ladi aziz qarindoshlar. Madina ahlida 70 sahoba. Anda manda insonlar yo'q edi. Ashabi kan nujum. Mening sahabalarim osmondagi yulduz kabi degan sahobalar bor edi. Ana shundoq sahobalarga qiyos qilib aytdi ekanki, agar bu ayolning qilgan tavbasini ey Umar, Madina ahlidan 70 insonga taqsim qilganda oshib qoladi dedi. O kadar samimi tövbe kılgan insanın kılgan taat ibadetinden hem çoğunrak taat ibadet bağımı dedi. Aziz qarindoshlar, hammamiz günahkarımız. Hiç qaysimiz günahdan xali emasmiz. Albatta her günü kunda necha qatim tövbe qilishimiz lazım. Şunun bilan birgalikda yatishdan oldin albatta tövbeni unutib qolmasligimiz mumkin. Chunki bu uyqu ölümning qarindoshi aziz qarindoshlar. Uyqudan keyin tura olmasligimiz mumkin. Shuning uchun Alloh taolo hammamizga mana shundoq sizu bizlarning oldimizda Zulhijjadek mana bu muborak kunlarni Alloh taolo nasib qilib o'tadi. Xudo nasib qilgan bo'lsa ana shu kunlarga erishimiz. Shuning uchun mana bu kunlarda haqiqiy Allohni rozi qiladigan, Allah ma mening bandam deb faxrlanadigan bandalarning qatoridan bo'lishi uchun qo'limizdan kelgancha mana bu fursatni g'animat bilib hammamiz taat ibodatimizni joy-joyida qilaylik. Allah hammamizdan qilgan taat ibodatlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Hammamizga Allah solih bandalarini tavba qilganidek, Allohning valilari tavba qilganidek, solih insonlar tavba qilgandek tavba qiladigan bandalarning qatoridan qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Vaqtinlab qolgan bo'lsam rozi bo'lishlaringiz qarindoshlar. Ustozimizdan Allah razı olsun. Allah Teala bu yukarıda deyilgen tövbe, istiğfar ve bu uluk ay ve bu uluk günlerinin feyziyat buluşumuzda Allah Teala'dan tileyimiz hem eylenge müyesser olsun.
Köplegen yaxşı menfaatlik ilimle imanını, maneviyetimizni aşırdıgan sözler kılındı. Allah Teala hemmeyle bu sözlerden istifade kılıdığan bu tövbe vesilelerden faydalanıdığan ve bu yoldan biz quruq etikimiz boş qaytmaydigan müminlerden kılışını Allah Teala'dan tileyimiz. My Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few.